Yo, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Dirim Qurbonov va bugun sizlarga bitta narsa aytmoqchi edim. Men shaharga keldim. Shaharda jimgina o'tiraman deganda shaharda bitta ham odam yo'q. Hech qancha odam chiqmay qoldi. Hech qayerda hech qancha odam yo'q. Afsuski bir o'zim qolib ketdim. Bitta o'zim shu yerda nima deyishim mumkin endi? Shaharda bir zum va yaqinda yangi videolar chiqadi. Televizorda aytishayotgan edi yangilik. Zombi nimadir deyishyapti. U ana va nihoyat yangi serialim boshlandi deb turgan paytim qo'limdagi narsam koptogim to'g'ri borib televizorga borib urib sindi. O'shandan beri shaharda hech kim yo'q. Hech kimni ko'rganim yo'q. Kecha tunda rosa politsiyalar yurishdi. Vibu etib yurishdi. Men kameramni sotib oldim. Do'konlarda hech narsa yo'q edi. Uzoqroqda yana bir do'kon bor. O'sha yerda borib ko'rishim kerak. Oz yugilib qoldi. Bir necha haftaga yetadi xolos. Yangiliklar bo'lsa albatta xabar qilaman. Video qo'ymaganligimning sababi hech qancha motivatsiya topolmagan edim. La'nati. Uzr so'rayman bu narsalar uchun. Hademay yangi video kutinglar. Men yangi video qandaydir idea o'ylab topaman. Keyin chiki baba chiki qilamiz. Har doimgidek siz har doimgidek o'sha so'zni eshitasiz. YouTube ahli bugun sizlar bilan Dirim Qurbonov bo'ldi. Yaxshi. Kelinglar do'stlar, nima bo'lganini ko'rsataman endi sizlarga. Qaranglar. Hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Hech kimsa yo'q. Hech qayerda hech kim ko'rinmayapti. Qayerda odam bormi? Hech qayerda odam yo'q. Albatta sizlarga bir narsa aytmoqchi edim. Men Rossiyani qaysidir tumanidaman. Adashmasam shunaqa edi. Bronyalangan oynalar, ajoyib oyna. Juda oz ovqat. Yana oynalar, maydonchada hech kim yo'q. Oldin har doim kimlardir bo'lardi. Shoshmetra oydan oldiga chiqolaman. Qaranglar. Hech kim yo'q, hech kim ko'rinmayapti. Hech qayerda hech kim yo'q. Pastga tushul. Ana. Hech qayerda hech kim yo'q. Qo'shni ham yo'q. Qo'shnining uyida hech kim yo'q. Qo'shni. Oldin bu qo'shni bilan biz rosa ko'p PUBG o'ynardik. Anchadan beri ko'rinmayapti. Uyda narsalari yo'q. Sandiqlar, kompyuterlariga chopib ketibdi. Qo'shni bilan rosa o'ynardik. Uxlab yotgan paytda meni ham kompyuterimni o'marib ketishdi. Qo'ng'iroq qilaman desam, telefon ham yo'q. Pastga tushib ko'rsataman. Hech kim yo'q. Hech qayerda. Umuman hech kim yo'q. Kim bor? Hech qayerda hech kim yo'q. Hech kim yo'qligidan даже bu yerda o't bosib ketdim. Men mana shu yerda ishlardim. Qaranglar, hamma joyda o't bosib ketgan. Hamma garajlarni yopib qaylargadir ketib qolgan. Даже do'konda ham hech kim yo'q. Kutinglar, yangi video. Bu yerga nima bo'lganligini aytaman. Hech kim yo'q do'konda. Faqat kirmoqchi edim, yopiq ekan, mayli, hech kim yo'q. Astagina chiqib olamiz. Qani. Hech qayerda yo'q. Afsuski, ilova bor ekan. Nima? Главный ingredient. Bu laboratoriyami yoki-da xullasda do'stlar. Xo'sh, do'stlar, bugun biz nimani o'rganishimiz mumkin? Nima deyishim mumkin? Ko'chib kelganimdan beri bu yerda hech kim yo'q. Qo'shnilar ham yo'q. Hech bo'lmaganda ko'chada odamlar bo'lib turardi. Hozir hech qayerda hech qancha odam yo'q. Adminni ham ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Aytgancha mana mening garajim.
Qaranglar, chotki turibdi, qani. Zo'r garaj. Lekin men shuni kalitini topolmayapman-da. Qayerdadir kalitini tushirib qo'yganman, topolmayapman. Xullas, mana men o'zimga mana bu narsani sotib oldim, uzoqni ko'rish uchun. O'zim sizlarga bu narsani qanday ishlatishni ko'rsataman. Bolalar maydonchasi. Kichkinagina zalcha. Natiga bir kun bo'lmadi. Normalniy ko'p narsalar o'zgarib ketdi. Shu men uyimda? Yo'q. Mana shu mening uyim. Uyda ham kalitini yo'q, topolmayapman hech qayerdan. Sandiq bo'sh. Olib ketgan hamma narsamni. Uni olib men uzoqdagi narsalarni ko'rardim. Minecraftda Chunks kichkina. Shu yerdan turib olib qo'shnini kuzatib o'tirardim. Yoki damanbiga turib olardim, men bu yerda narsalarni tomosha qilib o'tirardim. Anaqa nimadir deb yozilgan. Xullas, do'stlar, bugun sizlar bilan Dream Qurbonov bo'ldi. Yangiliklar bo'lsa, albatta sizlarga aytaman. Tak, hozir kamerani qo'yib olay. Voy, ana qo'yildi. Yangiliklar bo'lsa, albatta sizlarga aytaman. Eng so'nggi yangiliklar albatta men kanalimda emas. Nima ham derdik? Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yib, meni shahrimga nima bo'layotganligini aytib qo'yinglar. Men bu yerga adashmasam 13-qishloqdan keldim. Yo'q, 14-qishloqdan keldim bu yerga. Xo'sh, hammaga xayr do'stlar. Bugun sizlar bilan Dream Qurbonov bo'ldi. Agar zombi apokalips, shoshmanglar. Nimani ovozi bu? Bo'pti, men tashqariga ketishim kerak. Bo'pti do'stlar.